Mana bu qo'limda turgan 6 santimetrlik jukulyor nima uchun kerak o'zi? Aka siz shuni bilib oling. Tak, bu jukulyor обязательно 12 Monza, Chery avtomobillar va Kia Sonet avtomobillariga 90 gradusliklar shart. Обязательно. Aka buni agar qo'ymaydigan bo'lsangiz nima bo'lishi mumkin? Aka agarda mana Abishning o'zidan chiqqan jukulyorni qo'yadigan bo'lsangiz, propan sal bu yoqda qolib ketadi, tortish qiyin bo'lib qoladi. Mana bundan 6 santimetrlik jukulyorni tashlaydigan bo'lsangiz va Farsungan teshini 3likka ochish kerak. Metan qo'ygan vaqtingizda. Tracker 12 Monzalarga. Aka siz bitta narsani biling. Biz ustanovka qilgan vaqtimizda, bizga telefon qilib narx so'ragan vaqtingiz mana shular optim ichida aytamiz. Agarda sizga bu 6 santimetrlik jukulyorlarning narxi umuman qo'shmasdan va mana bu izolentalardan ishlatmasdan, original xomutlardan qilmasdan birdaniga sizga 300 ming, 400 ming arzon aytsak sizga yoqadi u. Ya'ni misol Abishning hozirgi vaqtga 90 talik metanni 12 avtomobillarga 4 million 600 ming so'mga original Porsche megalarni qo'yib beryapsiz. Bularni qilmasdan turib birdaniga 4 million 200 yo 4 million 300 desak sizga yoqadi. Va menga yaxshi narx qilib berdingiz. Lekin u holatda mana bu narsalar bo'lmaydi-da. Siz mana shu narsalarni ham qo'ydirishligingiz shart. Mana shu narsalarni bilib oling. Aka shuning uchun aytayapman. Sizda avtomobil bormi? Siz obuna bo'lib qo'yavering. Eng kamida bu avtomobillarga qanaqa xizmat qilish kerakligini to'liq batafsil aytib boramiz. Abishning jukulyor 6 santimetr jukulyor. Tracker 12 Chery'larga обязательно shart. Barcha turdagi avtomobillarga, Kia Sonetlarga ham yuqori sifatda ustanovkalar qilib beramiz. Bu videoni maksimum barcha propan va metanni sifatlisi qayerda qo'ysam bo'ladi deb qiziqib, qidirib yurgan akalarga yuborib qo'yamiz. Like bosishni ham ayamaysiz.